Keyin Xudo shunday dedi: "Endi inson zotini yarataylik, ular o'z suratimizday, o'zimizga o'xshagan bo'lsin." Shunday qilib, Xudo o'z suratiday qilib yaratdi inson zotini, erkak va ayol qilib yaratdi ularni. Xudo suratida yaratilgan erkak va ayol orqali biz Ota Xudo va Ona Xudo borligini tushunishimiz mumkin. Vahiy kitobida Ota va Ona Xudo birga yaratishni boshlab, yaratilishni ham birga yakunlashi bashorat qilingan. Ruh ham, kelin ham, kel deb chorlayapti. Ushbu bashorat so'zlarini tinglayotgan kishi ham kel deb aytsin. Kim chanqagan bo'lsa, kelsin. Kim xohlasa hayotbaxsh suvdan tekin bahra olsin. Lekin najot rejasini tushunmaydigan odamlar Maryamni kelin deyishadi. Bibi Maryam kelinmi? Bibi Maryam kelin bo'la olmaydi. Chunki kelin Iso Masihning xotinidir. Bu yoqqa kel. Men senga kelinni, o'zining xotinini ko'rsataman. Demak, kelin Bokira Maryam deyish muqaddas kitobga zid. Avliyolar kelinmi? Avliyolar kelin bo'la olmaydi. Chunki kelin bizga hayot suvini beradigan Xudodir. Ruh ham, kelin ham kel deb chorlayapti. Ushbu bashorat so'zlarini tinglayotgan kishi ham kel deb aytsin. Kim chanqagan bo'lsa, kelsin. Kim xohlasa hayotbaxsh suvdan tekin bahra olsin. Muqaddas kitobda avliyolar hayot suvini berishi aytilmagan. Muqaddas kitobda aytilishicha, faqat najotkor Xudo bizga hayot suvini berishi mumkin. Otaning davrida najotkor Yahova hayot suvini berdi. Mening xalqim 2 gunoh qildi. Ular meni hayotbaxsh suv bulog'ini tark etdilar. Ogil davrida najotkor Iso hayot suvini berdi. Men beradigan suv o'sha odamning vujudida buloqqa aylanib, to abad hayot sari jo'shib oqadi. Va muqaddas ruhning davrida najotkorlar, muqaddas ruh va kelin hayot suvini beradilar. Shuning uchun muqaddas ruh davrida bizga hayot suvini beradigan muqaddas ruh va kelin Xudodir. Ruh ham, kelin ham kel deb chorlayapti. Ushbu bashorat so'zlarini tinglayotgan kishi ham kel deb aytsin. Kim chanqagan bo'lsa, kelsin. Kim xohlasa hayotbaxsh suvdan tekin bahra olsin. Muqaddas ruh va kelin Ota Xudo va Ona Xudodir.